Kanal a'zolari, bugun sizlar bilan buxgalteriya provodkasi haqida gaplashamiz. Provodka degani bu operatsiya, jarayon degan ma'noni bildiradi. Oddiy qilib aytganda, bir vaqtni o'zida bitta summani birinchi shotni debitiga, ikkinchi shotning kreditiga yozilishi provodka deyiladi. Bu esa buxgalteriya tilida ikki yoqlama yozuv degan ma'noni bildiradi. Xo'p, buxgalteriya provodkasini tuzishimiz uchun biz shotlarni yodlagan bo'lishimiz kerak. Buxgalteriyada 99 ta shot bor. Xo'p, buxgalteriya shotlarini BXMSning 21-sonida ko'rsatilgan. BXMS nima degani? Bu buxgalteriya hisobining milliy standartlari. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarida 24 ta standart bor. Shotlar rejasi esa 21-sonda ko'rsatilgan. Xo'p, 99 ta shot bor dedik. Ular 01:00 dan 99:00 gacha hisoblanadi. Bu yerda 01:00 guruh boshi, ya'ni sintetik shot deb nomlanadi. Agar guruh boshi bo'lib turib, uni buxgalteriya atamasi nima desak, u sintetik shot hisoblanadi. Uni ichidagi a'zolari esa analitik shot deb nomlanadi. Masalan, 01:00 guruh boshi bo'lsa, 01:10, 01:20, 01:30 uni a'zolari va boshqalar. Masalan, bu yerda 01:10 yer, 01:20 bino va inshootlar. Bularni biz analitik shot deb nomlaymiz. Xo'p, 99 ta shot bor dedik. Ularni vazifalariga ko'ra 3 ta guruhga bo'lamiz. Aktiv, passiv va tranzit. Xo'p, aktiv shot nima degani? Aktiv shotlar bu korxonaning barcha mol-mulklari va debitor qarzlarini hisobga oladi. Masalan, korxonamizda mashina bo'lishi mumkin, stanok, kompyuter bo'lishi mumkin. Bularning barchasi korxonaning mol-mulki hisoblanadi. Debitor qarz nima degani? Debitor qarz deganimiz boshqalarning bizga nisbatan qarzi. Boshqalar bizga nisbatan qarzi bo'lsa, u debitorlik qarz hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi passiv shot. Passiv shotlar esa bu korxonaning qarzdorliklari, majburiyatlari va kreditorlik qarzlari hisoblanadi. Xo'p, bu majburiyatlar deganimiz, masalan, oylik, xodimlarga oylik to'lab berishimiz kerak. Bu bizning majburiyatimiz. Soliq to'lovlarini to'lashimiz kerak. Bu ham majburiyatimiz. Kreditorlik qarz degani esa bizning boshqalarga nisbatan qarzimiz. Biron bir korxonaga nisbatan qarzimiz bo'lishi mumkin. Buni biz kreditor qarz deb ataymiz. Uchinchisi esa tranzit shot. Tranzit shotlar esa korxonaning xarajat va daromadini hisobga oladi. Tushunarli? Shotlar 01:00 dan 99:00 gacha bo'lsa, qanchasi aktiv, passiv, tranzit shotga tegishli ekanini o'rganamiz. Xo'p, aktiv shotlar 01:00 dan 59:00 gacha hisoblanadi. O'z ichiga oladi. 01:00 dan 59:00 gacha. Ular aktiv shot hisoblanadi. Passiv shotlar esa 60:00 dan 89:00 gacha. Bu esa passiv shot hisoblanadi. Qolgani esa tranzit shotga tegishli 90:00 dan 99:00 gacha. Biz masalan mana bu tranzit shotni 90:00, 99:00 ko'rsak, u значит faqatgina xarajat va daromadni hisobga oladi. Passiv shot 60:00 dan 89:00 gacha ko'rsak, buni ichida debitorlik, kreditorlik qarzlari va boshqalarga nisbatan qarzlarimiz, majburiyatlarimiz ko'rinadi. 01:00 dan 59:00 gacha esa bu korxonaning mol-mulklari va debitor qarzliklarini hisobga oladi. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Rahmat.